obunachilar. Yakshanba kunida ishlarni davom ettirib turamiz. Mana kech tushib turganda match qabul qilib oldim. Bunda bo'lgan holat Gulchehtarlarda o'zi ayb bor ekan. Nomer Andijondan kelishgan ekan. Nima bo'ldi desam, Gulchehtar ilinib qolibdi. Bugun chiqib turadi-ku, shu ilinib qolishibdi. Biz bilan birgalikda ko'ramiz. Mana o'tni chastib o'z mashinada, u ham yo'q. Bakka ham ilyolishibdi, mana ko'rsizlar. Trubalar ham pajar bo'lib egilib ketibdi. Uni ham bo'sha qo'yamiz, Gulchehtarlarni ham. Qattiq kelib zarb. Mo'shamiz tayyor bo'ldi. Rosa 1,5 soat vaqt ketdi. Egilgan joylarni to'g'rilab yang qo'yilayotgani ham kontaktni qilib, zazorlarni berib, o'ttasiga rezinkalarni qilib, zazor ham ikkita qilindi. Ko'tarilib, ancha ko'tarildi. Bak to'g'rilolmadi, boshqa qo'yamiz ekan, kech bo'lib topolmadi. Orqa Gulchehtarlarni ham rezinkalargacha bosh qo'yildi hamma yog'i. Zazorlar asosiy zo'r bo'ldi. Tegib qolmaydi. Mana endi yurg'izib qo'ydi. Mana birgalikda eshitib ko'ramiz ovozini ham. Qarang, gaz bering-chi. Ovozlar zo'r chiqdi. Bo'ldi. Ovozlar zo'r bo'ldi.